Qizlarjonlar, bugun shagoviy podarkaga keladigan botanika naborimiz haqida qanaqa ishlatishni tafsilotini o'rgatib o'taman. Bilasizlar, ikkinchi shak podarkamizga mana shuni to'plam keladi. To'plamda 5 ta narsadan iborat. Bu mahsulotlarimiz birinchi gel umanya, bu yuzimizni yuvish uchun, tozalash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni sovunni o'rniga ishlatiladi. Yaxshilab yuvib, chayib tashlaysiz. Bunda 1-2 minut chiqalaysiz yuzingizni va chayib tashlaysiz iliq suvda. Undan keyin esa skrab, bu skrab yuzni poralardan, chorniy tochkalardan tozalab beradi. Haftada 2 marta ishlatiladi. Va tonikda artasiz, toza yuzni tonikda artib, dinimni yoki nashni kremimizni surkiymiz. Tonik bu yuz bilan kremni bir-biri bilan bog'lovchi vosita hisoblanadi. Tonikni malochka yoki miselarka bilan adashtirib bormang. Ularning farqi juda ham katta. Miselarkamiz esa, miselarka yoki malochka u yuzni makiyajdan tozalab beradi. Tonik bilan esa krem bilan yuzni bog'lab beruvchi